Bolaligingizda ulkan, qo'rqinchli devlar haqidagi ertaklarni eshitganmisiz? Yoki sirli, go'zal, ammo ba'zan xavfli paralarning sehrli dunyosiga sho'ng'iganmisiz? Siz ularni shunchaki bolalar ertaklari deb o'ylaysizmi? Adashasiz. Bu mavjudotlar shunchaki xayol mahsuli emas. Ular bizning ong ostimizdagi kuch, nazorat va noma'lumlikka bo'lgan eng chuqur qo'rquvlarimizning aksidir. Ular aslida kim? Nega ular bir vaqtning o'zida ham dahshatli, ham maftunkor bo'lishadi? Va ularning sirlari bugungi kunda ham bizning hayotimizga qanday ta'sir qiladi? Bugun devlar va paralarning asl mohiyatini, ularning madaniy, psixologik va hatto sotsiologik ildizlarini tahlil qilamiz. Bu video sizning o'zbek mifologiyasiga bo'lgan qarashingizni butunlay o'zgartirib yuboradi. Keling, avval devlarga nazar solaylik. Ular ko'pincha ulkan, badbashara, bir ko'zli yoki ko'p boshli, odamxo'r maxluqlar sifatida tasvirlanadi. G'arbda bu obrazni the other, ya'ni boshqa yoki noma'lum nazariyasi bilan tushuntirishadi. Devlar bu inson nazoratidan tashqaridagi yovvoyi tabiatning, ibtidoiy kuchning ramzi. Uning ulkanligi bizning o'zimizni kichik va ojiz his qilish qo'rquvimizni ifodalaydi. Sotsiologik jihatdan devlar bu jamiyat tartibini buzuvchi, an'analarga zid bo'lgan kuchlarning obrazidir. Ular ko'pincha qahramonlar tomonidan mag'lub etiladi. Bu esa insoniyatning yovuzlik ustidan g'alabaga bo'lgan intilishini aks ettiradi. Ba'zi afsonalarda devlar xazinalarni qo'riqlaydi. Bu esa boylikka bo'lgan ochko'zlik va uning xavfli tomonlarini ko'rsatadi. Uning odamxo'rligi ham shunchaki ochko'zlik emas, balki insoniyatning o'z-o'zini yo'q qilishga bo'lgan moyilligining qorong'u aksidir. Devlar bu shunchaki yovuz maxluq emas, balki insonning o'z ichidagi ibtidoiy instinktlar va tashqi dunyoning nazoratsiz kuchlarga bo'lgan qo'rquvining madaniy ifodasidir. Paralar bu bizning eng qadimiy va eng sirli mavjudotlarimizdan biri. Ular asosan go'zal, qanotli, sehrli kuchlarga ega bo'lgan ayol qiyofasida tasvirlanadi. Nega ular bir vaqtning o'zida ham maftunkor, ham xavfli? Horror Studies buni The Uncanny, ya'ni g'alati tanish tushunchasi bilan bog'laydi. Paralar bu bizga tanish bo'lgan go'zallik va insoniy shaklning g'ayritabiiy kuch va sirli niyatlar bilan uyg'unlashuvi. Ular insonni o'ziga rom etib, o'z dunyosiga olib ketishi mumkin. Bu esa noma'lumlikka bo'lgan intilish va uning xavfli oqibatlaridan qo'rqishni aks ettiradi. Ba'zi afsonalarda paralar insonlarga yordam beradi. Ba'zilarda esa ularni adashtiradi yoki jazolaydi. Bu ularning obrazining naqadar murakkab ekanligini ko'rsatadi. Paralar bu shunchaki sehrli mavjudot emas, balki insonning o'z ichidagi orzular, intilishlar va ularning amalga oshmasligi yoki noto'g'ri yo'lga boshlashi mumkin bo'lgan xavotirlarning madaniy ifodasidir. Ular tabiatning sirli va o'zgaruvchan kuchlarining ham ramzidir. Devlar va paralar ikkalasi ham o'zbek folklorining g'ayritabiiy mavjudotlaridir. Ularning umumiy jihatlari ko'p. Ikkalasi ham inson dunyosidan tashqarida yashaydi. Ikkalasi ham g'ayritabiiy kuchlarga ega va ikkalasi ham inson hayotiga ta'sir o'tkazishi mumkin. Ammo ularning farqlari ham bor. Devlar ko'proq jismoniy kuch, ibtidoiy dahshat va yovvoyilikni ifodalasa, paralar ko'proq ruhiy sehr, go'zallik va sirli xavfni aks ettiradi. Ikkala obraz ham qadimiy turkiy mifologiyadan kelib chiqqan bo'lib, ularning boshqa xalqlarning folklorida ham o'xshashlari mavjud. Masalan, devlarga o'xshash obrazlar Fors, Div, Slavyan, Agri va G'arb, Giant mifologiyalarida. Paralarga o'xshashlari esa Fors, Peri, Slavyan, Vila va G'arb, Fairy mifologiyalarida uchraydi. Bu shuni ko'rsatadiki, bu mavjudotlar faqat bizga xos emas, balki butun insoniyatga tegishli universal tushunchalardir. Ular bizning o'zligimiz, kuchga, go'zallikka, noma'lumlikka bo'lgan munosabatimizning qadimiy ko'zgusidir. Xulosa qilib aytganda, devlar va paralar shunchaki qadimiy ertaklar emas. Ular o'zbek xalqining asrlar davomida to'plagan kuch, go'zallik, xavf va noma'lumlikka bo'lgan munosabatining madaniy ifodasidir. Ular bizga insonning tabiat oldidagi ojizligi, sehrli dunyoning jozibasi va o'z ichimizdagi
ibtidoiy instinktlar haqida chuqur o'yga to'ldiradi. Bu mavjudotlar bizning ongimizda yashiringan, bizni doimiy ravishda kuzatib turadigan, ammo bizni o'zligimizni anglashga undaydigan kuchlardir. Sizningcha, devlar va paralar bugungi kunda ham bizning hayotimizda qanday shakllarda namoyon bo'ladi? Zamonaviy qo'rquvlarimizda ularning aks sadosini ko'rish mumkinmi? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Bu Harar Studies O'zbekiston edi. Keyingi videoda biz o'zbek folkloridagi eng dahshatli va unutilgan maxluqlardan birini tahlil qilamiz. Obuna bo'ling va qo'rqishdan qo'rqmang.